Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Asal Shodiyeva obrazini yaratamiz. Avvaliga yuzlarimizni namlab olamiz. Tayyor. Endi esa shu yag'ir sponjik bilan yuzlarimizni oqartiramiz. Oldin Asal Shodiyevani men parodiya qilganimda ko'pchilik menga yozgandi, juda ham o'xshirkansiz, yana parodiya qiling deb. Bu safar endi parodiya qilmoqchi emasman, faqatgina ularning makiyajlarini o'xshatmoqchiman. Xo'sh. Yuzlarimizni oqartirdik. Endi navbat rumyanaga. Men Asal Shodiyevaga taqlid qilganimda, hattoki o'zlari hayron qolib, menga shunaqa kommentariy yozgandilar. O'zi meni Asal Shodiyevaga o'xshatgan inson bu ayajonim, nima dedim? Lekin men bolaligimdan unaqa kinolar ko'rmaganman, kino multiklar ko'rib katta bo'lmaganman, bilmayman nima uchun. Lekin bolaligimda meni o'rtoqlarim faqatgina o'g'il bola bo'lishgan. Yoshligimda ham men faqatgina ko'chadan beri kelmaganman. Bola qarashi, ketka o'ynashi, ko'ktoq tepishi juda ham yaxshi ko'rardim. Asal Shodiyeva o'zi odatda kipriklarini uncha bo'yamaydilar, lekin men kiprigimni qalinroq qilishim kerak, sababi ularga o'xshashlik uchun. Agar hozir kiprigimni oynaga qarab bo'yamasam, nimadir palakatni boshlayman. O'shaning uchun tinchgina oynada bo'yab olay. Yoshligimda buvijonim aytadilar, bu katta bo'lsa Mukarrama Turg'unboyeva bo'ladi derdilar. Bu sen kim bo'lasan? Kimga o'xshash xohlaysan desa, Selena Gomez derdim, lekin Selena Gomez kim, qanaqa, u kim bo'lib ishlaydi, uni hech narsasini bilmasdim. Katta bo'lganimizdan keyin kimga o'xshash xohlaysan desa, o'zim bo'lishni xohlayman deyman. Avf. Endi esa navbat qoshga. Asal Shodiyevaning qoshlari unchalik qalin emas, ularning qoshlari tabiiy, shuning uchun bo'yamaymiz, faqatgina fiksatorda tepaga tarab qo'yamiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, xarakterim ham Asal Shodiyevanikiga o'xshatishga harakat qilyapman. Hamada desam, hech kim o'g'irlamabdi. Mana o'sha Asal Shodiyeva lablarini uncha bo'yamaydilar, lekin ularning lablari katta. Abza labi katta qilish uchun pomada suramiz. Ko'proq Asal Shodiyevaga o'xshatadigan narsa bu nima topinglar? Podvodka yordamidagi xol. O'xshadim, o'zim bilaman. Voy, indamagan sari jarozga olyapsan. Типа mujiksan endi. Что хотел? Что? Давай разведемся. Gaping bormi? Nima? Gapir. Qalaysiz? Ты что, дурак, да? Да. Siz uchun все что угодно.